Assalomu alaykum. Bu yana men. Qarang, bu nima ekan demang. Bugun biz shaharga o'g'limni olib imtihonga keldim. Astag'firullah alazimni aytib, niyat qilib o'tiribman. Inshaalloh prezident maktabiga kirib ketishlikni nasib aylasin. Kuzatuvchilarim, mana odam serob. Mana kirib ketgan. Shu orqadan inshootda bo'lyapti imtihon. Alloh butun jumla mo'min bolalarini omadini bersin. Shularning qatorida meni ham bolajonimni omadini bersin. Inshaalloh o'qishlarga kirib ketsin. Shahardamiz hozir biz Gulistonda. Ey Alloh, o'zing ofiyat qildi. O'zing bolajonimni omadini berdi. Butun jumla mo'minning omadini ber. Avvalo shularning qatorida meni ham bolajonim. Duo qilib turing. Inshaalloh katta odam bo'lib ketsa foydasi tegadi. Davlatimizga ham, sizga ham. Aziz kuzatuvchilarim, xayr, omon bo'ling.